Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 23 avgust 2026-yil. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa Hashay bozori. Xo'sh, Dom bozori. Parranda bozorlarini bir obzor qilamiz. O'g'lim, bu hashaylar qancha? Mana bu yerda 7000 so'm. 7000 so'm. Ha, yaxshi ekan, uzun ekan. Bu pichan qanaqa bo'lyapti pichan? Pichanni vog'i qancha bo'ldi? 6000 dan sot berdi. 6000 dan juda yaxshi ekan, yaxshi quribdi. Ha, yaxshi. G'ayratbek juda bir chiroyli, ajoyib. Chiroylilari bor. Ha, sizimsiz, yaxshimisiz? Uychilaringiz tinchmi? Buni bir obzor qilaylik. Mana qarang, chiroyli qadan topdingiz buni. Og'irligi ham juda normal 15 kilo atrofida. 15 kilo chiqmasa Tepa, mana o'shang, mana ko'taring, mana ko'taring. Mana ko'taring. Bunda vitamin ko'pda, ko'k massada vitamini ko'p bo'ladi. Sarg'ayib ketgan bo'lsa bo'lmaydi. Malades. Necha pul beryapsiz endi? 45000 so'm dastlabkilari bor. Yo, tushib berasiz, uni demang. Sotdiku mashinada endi 45000 dan. Yo'q. Nega keling qo'lingizni ushlab qo'yasiz? Salom alaykum. Tuzimisiz, yaxshimisiz? Tinchmisiz, Otabek? Bo'lyaptimi? Siz masherda shayxlaridansiz. Nima bo'lyapti narx-navoni bir obzor qilib bering, men bilan birga yuring. Havo uchi sekin oxirlayapti. Ha, beda oxirlashi uchun ko'tarilyaptimi? O'tgan bozor 42 edi dastavkasi bilan. Bu safar 45. Qararoqdi, tog'a. Endi 42 dan ham bor beramiz. Pog'ona ko'tarilyapti. Shunaqami? Sizdachi? Qaraydi. Mana hashay juda bir ajoyib chiroyli hashay ekanmi mana bu? Hashaymi bu? Adir bedasi, yontoq. Ha, tuzimisiz, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Necha pul bu? 40000 dan. Nima bu o'zi? Adirni bedasi, pichanjicha yon aralash. Ha, aralashgan. Ha. Bu-chi? Bu 45 so'm. Og'irlik qanaqa? Ya. 15 kilo atrofida ekan, ha? Yaxshilar ham unda qarab turib, yaxshi baylab chiqyapsizlar, ha? Kilosiga qarayapti bozorda deb, ha? Ha, kilosiga qaramasa bo'lmaydi-da. Sifatiga, kilosiga, ha. Yaxshi. Ha, kilosiga. Ha, Anvarjon yaxshimisiz? Tuzimisiz? Yaxshimisizlar? Qo'yib qo'yasizmi aka? Abduhab. Assalomu alaykum. O'g'lim, qandaysan? Seni bir chiqarib qo'y, menga qarab qo'y. Ha, seni. Nechinchi sinfsan? 7. Qizlaring ko'radi. 7ga o'tding-a, men nevaram bilan teng ekansan. Abduhabjon qanday bo'lyapti? Xudoga shukr, yaxshi. Mana qarang, mana chiroyli bedani qarang, mana. O'ta go'zal. Ha, necha pul? 42000 so'mga beryapmiz aka. Ha, kilosi qanaqa buni? Kilolari 13 kilo, 14 kilo atrofida. Ha, yaxshi ekan. Somon pressa qana bo'lyapti? Proslar 10000 so'm. Yaxshi. Sog' bo'ling. Aka salomat. Arzonchisiz siz. Mana endi Dom bozorga o'tamiz. Dom bozor, makkalar qanaqa bo'lyapti, makkalar? 1200. Yangimi, eskimi? Yangi. Yangisi qanaqa bo'lyaptimi? Qo'lmas, quruqda. 3,5 bo'lyapti-ku. Ha, qarang. Necha pul bo'lyapti bu? Assalomu alaykum. Siz ko'rsatmayapman, hojapa. Ha, necha pul bo'lyapti? Ko'p bo'lgan 2800 so'm kami bor. Yo, bundan necha foiz chiqadi? Ashini hisoblashyapti-da odamlar. Mana undan hozir baribir nami bor, uqalanmagan. Bundan necha foiz chiqadi? Hech bo'lmasa 60-65, 70% chiqar. Jat chiqsa. Qurug'i. Hammasi bir xil. Ho'l ham 5 kilo chiqadi, qurug'i ham. 70% mi? 70% qurug'i chiqadi, 70% ho'li chiqadi shu. Ha. Makkashna bo'laveradi. Ha. Endi uni chaqiring endi manaqaga. Necha pul ekan hozir? 2700 deyapti. Bo'ladiganini aytsangiz, xaridorlar keladi. Qancha bor bundan? 3,5 tonna bor. Ana, bo'ladigani qancha? Kelishamiz. Men mana shu olib qo'y dastavkasi bilanmi? Xudo necha pul beradi? Mana shu Qo'rg'ontepa bo'lsa, Qo'rg'ontepa. Xo'sh, necha puldan berasiz? 2700 so'm ham ko'p bo'ladi. Buni uqalasangiz qancha bo'ladi? 3,5 dan sotasiz uqalasangiz. 4000 so'm sotilyapti. Ya endi bugun 4000 bo'lib qolib chekilaydi. Endi pishyapti hozir, hamma yoq chiqib kelyapti-da. Keling. Ha, bo'pti. Qimmat bo'lib qoldi-da, qimmat ko'rinib qoldi.
Makka qancha makka? Bu makkachi. Kimdan? Mendan. Ha, nech pul? 38 sotdik, 3800. Ah, 3800 sotdik. yangi makka. Quruq makkalar, yangi quruqlar. Yo, 2800 sotsanglar bu yangimi? Ha? Yangi 3,5 bo'luvdi-yu. Nech puldan berasiz? 400 kilo olsam. Bir tonnasidan 3800. Bir moshina tugadi, ikkinchi moshina hozir oldi. Nariyoqqa o'tib kerak. Sizda qancha? Bunda 3800 turib 4,5 deysizmi? Bug'doy qancha bug'doy? Toza bug'doy ekan. Bug'doy qancha, aka? Bug'doyda egasi 3,5 ming. Ana. Makkalar nimaga bu qimmat? Kechroq chiqib qoldimmi? Bugun soat 8 da chiqdimda qo'yib yuborgan. Nech pul? Mochi. Bu ham eski makkami? Hammasi eski. Sizlarkichi? Nech pul? Yo'q, bo'ladigani bir 400 kilo olsam. 3900 beryapti. Tushmaysizmi? Oyda 3800 deyapti. Endi bugun shunaqa bo'lib qopti-da. 400 kilo olay, 3600 dan bering. Ha, mashina olib kiraman. To'g'rimi? Yangi makka mashina olaman. Ha. Qanaqa burib olay? Ko'rmang. Ey olam. Oğlum. Menga 50 kilo torting-a? Yaxshimisan oğlum? Nech pul bo'ldi bu? Mana 570. Yangi makka, eski makka? Yangi. Nech pul? 39'da, 39'da. 2, 3. Yana siz yoshiga o to'rtlab oldi mana. 5000 to'g'ri. Qancha? 570 ming. Bo'pti, narada 38 ni olamiz. Endi biz Tog' bozorga kiraylik. Tog' bozorga Sherzodda o'g'li qandaysan olam? Tog'lar. Alisher, jo'jalar qanaqa bo'ldi? Anjon Cho'rni, yaxshimisiz? 20 mingdan deyapmiz aka. Necha oylik bular? Ular 40 chiqib qoldi aka. 40 chiqib qoldi. Xo'rozlar, makiyonlarmi? Makiyonlar. Xo'rozi bor. Ha, xo'roz. Bularchi? Bular aka 32 ming deb 30 ming beryapti. Ha. Haftalik. Ha, yaxshi. 900 gram. Bular 20 ming aka. Bir pasta tog' bo'lib qoladi bular. Sizingiz yaxshimisiz? Bormisiz? Tuzimiz yaxshi. Palvon? Endi xaridoringiz keladi. Qanday sog'lar yaxshimi? Tuzingiz yaxshimisiz? Uychilaringiz tinchmi? Ha. Chiqib qoldingizmi? Bular nech puldan bo'lyapti endi? Juda chiroyli boqilibdi bular. 18 mingdan 14 kunlik bo'ldi. 14 kunlik bo'ldi? Juda bir chiroyli boqilibdi bu. O'zini yemida boqilibdi. 18 mingdan. Ha, rahmat. Ma o'rdakchalar qancha? Ma nimaga chiqarib yuboraman lekin. Kamlari bordir, kami bordir. 5 ming o'zi arzon. Ha. Qobuljon aka, nech pul bularingiz? Bedanalar ham chiqibdi. 18 mingdan ekan. Nechta olasiz? Tug'ib turgan. Tug'yapti ekan bular. Ha, tug'yapti ekan bedanalar bular. Ishon tog'a. Necha oylik? Bular 4 oylik bo'ldi. 4 oylik? Ha, yaxshi. Rossa kuchga kirgan payti ekan. Mana yerda hojiga keldik. Hoji mana xo'rozlar. Oho, ma tovuqlar ham tug'yotgan tovuqlarda o'rdaklar qancha? 70 ming so'm, 50 ming so'm. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qani hoji? Bu qanaqa? Olam? Bular tug'yapti ekan bular. Bunday narsalar 60 ming so'mdan. Arzon-ku. Tug'yapti bularchi? 30 ming so'mdan. Ha, yaxshi. 1 oylik 21 kunlik yaxshi. Mana Anjan Cho'rnilar qanchadan bo'pti? 5 Hali, ha, bu 2 kunlikmi bu? Kechpay 8 bir kunlik bo'ladi. Ha, tog'lardagi qo'sharkan.
G'oz qancha? Ma o'rdakmi bu nima bu? G'ozmi? Nech pul bu? 350 donasimi? Ana qimmat olar ekanda. Yaqinsiz. Sizingizsiz sizdagichi? Bu ham g'oz. Boshqachasi. Oladi enasimi yo? Eski o'rislar. Bu nech pul bu? Buni 200 dan kami bor deyapti. Bo'yni uzun ekan buni. Ha, voho, odam qo'laydiganmi bu? Mana. Odam qo'laydi-da. 200 olishdan. Mana indushkalar. Indushkalar. Mana broilerlar. Qanday bo'lyapsiz? Mashhur videoga chiqarib yuboraman deyapman. Nech puldan bo'ladi? Sizdanmi? Bola Baxtiyor akam. Baxtiyorjon. Xabar bor broilerlar nech puldan? Yo'q, narigilarga 180 dan bo'ladi, 180 dan. Ha. 4 kilo toza go'sht qilaverar ekan. Aka, mana mononi so'yavering. Bo'pti. Onarada savdosi nima bo'lyapti? Bo'lyapti. Endi dakallarni ko'rsataman endi, dakallarni. Dakallar. Bu dakan nech pul? Dakan 800 ming. Nimaga 8 cho'jayu bu hali? Ha? Shamozot. Otasi kim buni? Otasi. Sham. Enasi ham Sham. To'g'ri cho'zi. Qarang. Akam bularni qo'shmangda. Nech pul deyapsiz buni? 600 ming. Urushadimi? Qanday urushtiramiz? Bu nech pul sizdagi? Delaverasiz aka. Gapir sotishga dedi. Nech pul? Bo'ladiganini aytaymi, olib qo'yaymi? Ha, bo'ladiganini ayting, ma YouTube'chilarga ayting. Nech pul bo'ladigani buni? Bo'ladigan 350 ming so'm. Ha, yaxshi arzon. Yaxshi urushadimi? Yo'q, urishtirganim yo'q. Nech pul bu? 300 kam bor, qo'shing. 300? Nech pul qildingiz? 170. Ha, bering, yaxshi bo'pti. Buni tarbiyalab o'rgatasiz-da buni-da, to'g'rimi? Dakanimiz kullangan. Ha. Bo'pti, mana shuning bilan endi narigi bozor, meva-cheva bozorda olamiz. Meva-cheva bozorda olamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.